أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Qadrli o'quvchilar, onlayn kursimizning ikkinchi darsini boshlaymiz. Bu darsimizda sizlar bilan alif harfini va harakatlarni o'rganamiz va ro harfini qo'shib o'qishni va tafhim tarqiq o'qishlarni o'rganamiz. Alif harfi bilganlardek birodarlar, arab alifbosining ilk harfi. Arab alifbosining hammasi undosh harflardir. Ya'ni bundan bitta oldingi darsimizda, ya'ni ilk darsimizda o'rgangan arab alifbosining 28 ta harfi nima ekan? Hammasi undosh harflar ekan. Ulardan keyin keladigan unli tovush qisqa unlilarni belgilar, harakatlar ifodalaydi. Ya'ni arab alifbosida unli harf yo'q ekan, ularni nima? Qisqa unlilar va belgilar ifodalaydi ekan. Unli tovushlar 3 tadir deyapti. Diqqat qilaylik, unli tovushlar 3 ta ekan. Fatha, ya'ni mana bu belgi. Mana bu harakat nima? Fatha, ya'ni a deyiladigan. Kasra, mana bu belgi i, ya'ni zamma, mana bu belgi, mana ko'rib turganlardek u, ya'ni fatha a, kasra i, zamma u. Endi unli tovushlarni ifoda etuvchi belgilar, ya'ni unli tovushni ifoda etuvchi mana bu belgilar nima deyilar ekan? Harakat deyiladi ekan. Harakat. Harakatlar o'zbek tilidagi mana bu 3 ta harakat o'zbek tilidagi a, i, u unlilari kabi talaffuz etiladi. Mana bularni o'zbek tilidagi a, i, u kabi nima qilamiz ekan? Ifoda qilamiz ekan. Alif harfi shu harakatlar bilan a, i, u tovushlarini ifodalaydi. Alif harfi shu harakatlar bilan a, i, u tovushlarini ifodalaydi. Alif yozilgan, ustida a harakati bor, nima qilamiz buni? A deb o'qiramiz ekan. Alif yozilgan bu yerda, ostida i kasra yozilgan, kasra harakatini nima qilamiz? I deb o'qiramiz. Alif yozilgan, ustida zamma bor, nima qilamiz? U deb o'qiramiz ekan. Qadrli birodarlar, yozib ham ko'rsataylik, yana ham oson bo'ladi. Fatha, kasra va zamma. Fatha a, mana bu belgi a harakati, kasra i, zamma u. Fatha a, kasra i, zamma u. Endi birodarlar, alif harfi ustida mana bu harakat bo'lsa, nima qanday o'qiymiz? A. A. Alif harfi ostida mana bu harakat nima? I. Alif harfi ustida mana bu harakat u. A, i, u. A, i, u deb o'qiramiz ekan. Endi ro harfi. Ro harfi tafhim tarqiq shakllarda o'qiladi. Hozir tafhim va tarqiq nimaligini bu yerda tushuntirgan. Ro harfining talaffuzi o'zbek tilidagi r tovushi kabidir. Ya'ni ro harfini talaffuzi o'zbek tilidagi r tovushi kabi ekan. Ya'ni o'zbek tilidagi r harfiga o'xshagan. Bu undosh kasra bilan kelganda ingichkaroq qilib o'qiladi. Ya'ni bu ro harfi kasra, ya'ni i harakati bilan kelganda ingichkaroq qilib o'qiymiz ekan. Bu tarqiq deyiladi ekan. Ya'ni ro harfini kasra bilan o'qiganimizda, ingichkaroq qilib o'qiganimizda nima bo'lar ekan? Bu tarqiq bo'lar ekan. Ya'ni ingichkaroq, ro harfini ingichkaroq qilib o'qishga nima deyilar ekan? Tarqiq deyilar ekan. Fatha yoki zamma bilan kelganda yo'g'onroq talaffuz etiladi. Ya'ni a harakati bilan yoki bo'lmasa zamma u harakati bilan kelganda ro harfi yo'g'onroq qilib o'qiymiz ekan. Bu tafhim deb ataladi ekan. Ya'ni ro harfini zamma bilan yoki bo'lmasa a harakati bilan o'qiganimizda
nima deyiladi ekan bunga? Tafxim deyiladi ekan. Ro harfi fathali bo'lib kelganda ro deb o'qiladi. Ya'ni ro harfi a harakati bilan kelganda nima qilamiz ekan? Ra emas, ro deb yo'g'on qalin qilib o'qiymiz ekan. Mana ro harfi kelgan, ustida a harakat bor. Nima qilamiz? Ro deb ham ra emas, ham ro qilib o'qiymiz, ham yo'g'on qilib tafxim qilib o'qiymiz ekan. Ro deb. Endi ro harfi kasrali kelgan. Ostida kasra bor, i bor. Nima qilamiz? Ri deb tarqiq qilib, ingichka qilib qo'shib o'qiymiz ekan. Ro harfi ustida zamma bilan kelgan. Nima qilamiz? Ru deb qo'shib tafxim qilib yo'g'on o'qiymiz. Endi mana birodarlar, biroz oldin o'rgangan qoidamiz, alif harf kelyapti, ustida a harakati bor. Nima? Biz a deb o'qiramiz buni. Undan keyin ro harf kelyapti va ustida mana bu yumaloq belgi kelyapti. Bu yumaloq belgiga birodarlar sukun deyiladi. Sukun nima deganda harakatsiz harflarni ustiga qo'yiladigan yumaloq belgi, alomat deyiladi. Ya'ni ro harfi nima? Harakatsiz bo'lyapti bu yerda. Ya'ni ro, ri, ru emas, ro harfi o'zi o'qilyapti. Ya'ni harakatsiz qolyapti. Alif yozilgan, ustida a harakati, keyin undan keyin ro yozilgan, sukunlik nima? Aur deb o'qiymiz. Undan keyin ham alif yozilgan, ostida kasra, i harakati, undan keyin ro harfi va yana sukunlik. Nima qilamiz? Ir deb o'qiymiz. Yana alif harfi ustida zamma, ya'ni u harakati, undan keyin yana ro harfi va ro harfi yana sukunlik. Ya'ni harakatsiz qolyapti bu yerda. Nima qilamiz? Ur deb o'qiymiz. Yozib tushuntiradigan bo'lsak, ro harfi tarqiq va tafxim. Tarqiq va tafxim. Ro harfini yozdik. Ustiga fatha qo'ydik. A harakati qanday o'qilardi? Ro deb qalin o'qiymiz. Ro harfi ostiga i harakatini yozdik. Ri deb ingichka qilib o'qiymiz. Ro harfini yozdik. Ustiga zamma, ru deb qalin o'qiymiz. Ya'ni ro harfi fathali va zammali kelganda tafxim qilib qalin o'qiymiz. Ro harfi kasrali kelganda tarqiq qilib ingichka qilib o'qiymiz. Endi alif bilan qo'shilib a harakati bilan qo'shilib yozilishi, alif ustiga a harakatini qo'ydik. Qanday bo'lardi? A deb o'qiverardik. Undan keyin ro harfi kelyapti va ro harfi sukunlik. Sukun nima edi? Harakatsiz harflarni ustiga qo'yiladigan yumaloq belgi, alomat. Nima bo'lardi bu yerda endi? Aur deb o'qilardi. Yana alif harfi ostida i harakati. Undan keyin yana ro harfi kelyapti. Ro harfi sukunlik. Nima qilardik? Ir deb o'qirdik. Endi alif harfi ustida zamma bilan kelyapti. Ya'ni undan keyin ro harfi sukunlik. Qanday o'qiymiz? Ur deb o'qiymiz. Qadrli o'quvchilar, ikkinchi darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo o'rganganlarimizni boshqalarga ham yetkazishni, o'rgatishni nasib qilsin, hammamizga manfaatli qilsin.